Yo, ko'rinmaydigan teshik bo'lishi mumkin. Uni ko'z bilan ko'rmasdan, uni apparatsiz ko'rsatib beradi-da sizda. O'zana tushunda endi yetdi menga. Ko'rinmaydigan teshik bo'ladi. Uni apparat ko'rsatib beradi sizga. Davlena beradi suvni yo'liga, teshikni yo'liga. Keyin ash yerdan chiqib beradi. Misol qorningizda nima bo'layotganini men ko'zim bilan ko'ra olmay, uni o'zi ko'rib beradi. Shuni singari narsa-da. Endi haligi nima qilish kerak? Siz mana shu kasal bilan ustaxonaga boryapsiz. Mana 1 kun, yarim kun kavlashyapti, 6-700 ming rasxod. Aniq suvda bu, ha? 100%. 6-700 ming so'm rasxod. Mashinada hech qanaqa o'zgarish yo'q. Buni qilmasdan oldin u ustalar ham aytmaydi-da. Boshqa joyga boravering buni bir yo'li, mana servisga o'tavering. Shuni aytsam men bajaga kelardim. Mana klinikaga borsangiz yaxshi tekshirishadi demaydi ekanda, shuni singari. Qilib beramiz. Ikkinchi ustaga borib ko'rsam, ashuna aybi dedi. Ashi dedi, sizni mana ham chiqarib berganda sizlar gap kelishim kerak ekan. Bu meni boshqa odamni jo'natibdi. Qilib beramiz, xudo xolasa bunaqa bo'lmaydi, tog'a. Nabodo bo'lsa ham siz 1 so'm sarflamaysiz. Bu biz garantiya bu. Biz shunaqa kafolat berib, chiroyli qilib ishingizni bitkazamiz. Tiko bo'ladimi, qanaqa mashina bo'lsa. Yoqadi, maza qilib, duo qilib haydab yurasiz, tog'a. Zo'r xizmatingizni qiladi. Qancha xizmat berishim kerak edi. Hamma yo'q o'zimizda bor. Siz faqat mashinani tashlab bizga ozgina vaqt bersangiz bo'ldi, tog'a. Bo'laveradi. Necha yildan beri minasiz mashinani? 17 yil oldu. 17 yil oldu. Şu an ben kerak turuş var, o'zimning nimasini yo'q, kerak turishim orqaga bosh beraman. Ko'rdinglar, tikoda bo'lgan problema. Endi men hozir o'ylayman-da, shu tikodi qilgan ustaxonaga, endi qaysi ustaxona sizlarga qizig'i yo'q, shu tikodi qilgan ustaxonaga agar shono litok qistirib-yu shunaqa mashinalar kirib qolsa, xudo saqlasin, shunaqa problemalar bilan-da. Nima bo'ladi unda? Shu oddiy bitta tikodi yurgizib, egasini duosini olib rozi qila olmayapsiz-ku. Endi hali Li9, Hyundai manaqa Cobaltlarni, manaqa Tracker2larni qo'yadi. Kimgadir bir negativ yo bir boshqa emas, oddiy narsadan chiqadi, xudo xolasa kuzatishda davom etib turinglar. Shu kasal bilan avtolga antifriz bir-biriga aralash kasal bilan ustaxonaga kirgan, 6-700 ming sarfladim, natija deyapti. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Like bosib qo'ying.